Hop, assalomu alaykum hojilar, yaxshimisizlar, salomatmisizlar? Endi sizlarga bir 2-3 savolim bor. Savollarimizga to'liq, faqat rost, to'g'risini aytasizlar. Bo'ladi, kelishdikka sizlar bilan. Hop, eng avvalo beradigan savolim, sizlar Abu Zubayr firmasi orqali, ya'ni kompaniyasi orqali Abu Zubayrdan umra amalini qilishlik uchun Saudiya sayohatiga chiqdinglar. Bu firmadan kelganinglar uchun bir qalbinglardan bir qanchadir bir afsuslanish yoyinki boshqasiga yozilsak bo'larkan degan narsa o'tdimi, o'tmadimi? Yo'q, o'tmadi. O'zlari ham havasimiz keldi. Telefonda ham hamma bolalarda shuni tavsiya qildik. Qo'shnilarimga ham mana shu Abu Zubayr firmasidan kelinglar. Hamma sharoitlar ham zo'r ekan. 50 yoshsiz hamma narsani oson yo'l bilan tushuntirib berdilar. Biz ham hadisga rost duolar qildik. Qo'shnilarimga ham sizni tavsiya qildik. Nasib bo'lsa bolalarni ham shu firmadan yuboramiz. Abu Zubayrni tavsiya qilgandi. O'shaning orqasidan biza kelganmiz. Rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Hoji onalar, yana bir savolim bor. Bering. O'zbekiston Respublikasidan Saudiya Arabistoniga, Jidda shahriga uchib keldinglar va u yerda men bilan ko'rishganinglardan so'ng sizlarni eng avvalo borar joylarni Madinaga Munavvara dedim. Ya'ni Rasul Akram sallallohu alayhi va sallamni muborak shaharlari, sevgan shaharlari, ya'ni aytamiz Makka va Mukarrama, Ka'ba va Muazzama bilan aziz bo'lsa, Madina va Munavvara kim bilan aziz bo'ldi? Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam bilan aziz bo'ldi. İlk bora Rasulullohni Ravza-i muboraklariga kirganinglarda qalbinglardan qanaqa bir hissiyotlar, tuyg'ular o'tdi? Shuni Bizlarni o'zimiz bilan ko'rdik. Allohga shukr, lekin haqiqatan Yig'lab, Yig'lab, berishdan qiyin. ta'riflash juda ham qiyin. Haqiqatan o'sha yerda tugatib kelib, o'z ko'zingiz bilan ko'rganingiz o'shandagina boshqacha ekan. Haqiqatan maza qildik. ilk bora Ka'ba va Muazzamaga ko'zinglar tushganda qanaqa hissiyot uyg'ondi? Ta'riflash juda ham qiyin. Unda boshqa maza qildik. Ko'zdan yosh oqdi. Allohning baytiga kelganimizga Farzandlardan kelishini shukr qilib, voy qildik, duo qildik. Ota-onalardan, qaynoq-qaynoqlardan bilib bilmay qilgan gunohlarimiz afv etsin. yana ham zurriyotlarimizni Alloh baytiga chaqirsin, duolar qildik. Hoji onalar, endi bu yerdan O'zbekistonga mana bugun qaytyapsizlar. Inshaalloh. Endi o'rganib qoldik. Alhamdulillah. Ketgimiz kelyapti. Borganda O'zbekistonda kimda kim bizni so'rasa, ya'ni qanaqa borib keldinglar desa, bizni tavsiya qila olasizlarmi yoyinki Albatta, sizlarni tavsiya qilamiz. qila olasizlar? Inshaalloh. Agarda bizdan xatoy kamchilik bo'lgan bo'lsa, aytsanglar, biz xatoy kamchiliklarimizni to'g'rilaymiz. Bu videolar xatoy kamchilik aytilsa kesiveradi degan umidda haligi bir talqin bo'lsa, baribir aytganimiz bilan bizda unaqa qilinmaydi. Yaqqol kanalimizga joylaymiz. Hamma avvaldan imkon qadar to'la to'kis bajardik. Endi sizni yordamingiz bilan Allohga shukr, ilohim Alloh dargohida qabul qilgan Da'vatlaringiz, qatnashingizga, ibodatlaringizdan sog' bo'ling. rohatlaringizni Bolalaringizdan muroddan qori bo'lsangiz ilohim yana kelsa Alloh nasib etsin. Farzandlarni juftlardan kelsa nasib etsin. Sen joyingiz sog' bo'lsin. İşleringiz Allah rivojini bersin. Farzandlaring rohatini, kamolini ko'rishsin. Allohim nasib etsin ilohim. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan wa qina azaban nar. Fazlika karamika rahmatika ya arhamur rohimin.